Assalomu alaykum. Siz bilan doktor Rahmonov. Bugun biz ko'pchilikka qiziq bo'lgan revmatoidni artrit yoki poliartrit kasalligi haqida gaplashamiz. Xalqimizda bu kasallikni o'ylaganda noto'g'ri tushunchalar mavjud. Ya'ni bu kasallik o'g'imlanishi, ertalabki karaxtliklar, yillab gormon bilan davolanish va erta yoshda nogiron bo'lib qolishga olib keladigan yomon kasallik deyilgan noto'g'ri tushuncha mavjud. Aslida bu narsalarning hech biri siz bilan sodir bo'lmasligi mumkin. Aslida revmatoidni artrit faqatgina bo'g'im kasalligi emas, balki bu autoimmun surunkali kasallik bo'lib, bizni himoya qilish kerak bo'lgan immun tizimimiz o'zimizga qarshi kurashadi va bo'g'imlarimiz, ichki organlarimizga zarar yetkazishi mumkin. Revmatoidni artrit kasalligining asosiy simptomlaridan birinchisi bu ertalabki karaxtlik hisoblanadi. Bemorlar o'rnidan turgan vaqti 30 daqiqa va undan ortiq muddatga xuddi bo'g'imlari karaxt bo'lib, o'zini sezmayotgan holatda bo'lishi mumkin. Ikkinchi asosiy simptomlardan biri bu bo'g'imlarning simmetrik shishi va og'rishi. Ya'ni bu asosan ertalabki vaqtlarda kuzatiladi. Mayda barmoqlarda, yirik bo'g'imlarda bo'g'imlar shishgan, qizargan va bukishga qiynalgan holatlarda kelib chiqishi mumkin. Keyingi simptom esa, uchinchi simptom esa bu bo'g'imlar deformatsiyasi. Kasallik qanchalik uzoq cho'zilishi natijasida bo'g'imlarda qaytmas o'zgarishlar paydo bo'lishi natijasida bo'g'imlar qiyshayib borishi mumkin. To'rtinchi simptomlar bular umumiy charchoq, holsizlik va tana haroratining oshishi. Beshinchi simptom bu ichki organlarning zararlanishi. Ya'ni bu kasallik boya aytib o'tganimizdek, autoimmun kasallik bo'lgani uchun ham nafaqat bo'g'imlarga, balki ichki organlar, buyrak, yurak, o'pka kabi muhim organlarga ham zarar berishi mumkin. Amerika olimlarining tadqiqotlariga ko'ra, bu kasallik bilan og'rigan bemorlar 10 yildan keyin 26% da nogironlik kelib chiqishi mumkin. Afsuski, O'zbekiston sharoitida bu ko'rsatkichlar bundan ham yuqori. Ammo siz bu ko'rsatkichlarga, ya'ni nogiron bemorlar ro'yxatiga tushmasligingiz mumkin. Revmatoidni artrit har doim ham nogironlikka olib keladimi? Bu kasallik bilan faqatgina gormonlar orqali davolanish kerakmi? Yo'q, aslida bu kasallik har doim ham nogironlikka olib kelmaydi va gormonlarsiz ham yashash mumkin. Nega ba'zi bemorlar davolanishdan samara topadi va davolanib tuzalib ketadi, lekin ayrim bemorlar esa davolanish effekt bermaydi? Buning sababi bu revmatoidni artrit kasalligimizda ma'lum bir dorilar hamma kasallikni tuzatmaydi, ya'ni hamma bemorlarga ma'qul tushmaydi. Ma'lum bir dorilarimiz bor, kimgadir o'sha dorilar ma'qul tushadi, kimgadir esa organizmiga to'g'ri tushmasligi mumkin. Bu kasallikda bitta dori bilan hamma bemorni davolab bo'lmaydi. Har bir bemor uchun individual davo rejasi ishlab chiqiladi. Davo rejasi haqida gap ketganda, bir bemor natijasi orqali sizlarga misol tariqasida ko'rsatmoqchiman. Qabulimizga Namangandan bir bemorimiz keldi. Kelganda ahvollari juda ham yomon edi. Hassada, bo'g'imlar shishib ketgan, ortiqcha vaznga ega, gormonga o'tirib qolgan bemor. Hayotga bo'lgan qiziqishi juda ham kamayib ketgan edi. Biz bu bemorni to'liq tekshiruvlardan o'tkazdik. Umumiy qon, revma proba va biokimik analizlarni olib, rentgen analizlarini olib xulosa qilganimiz holatda kasallikka reja asosida rejali davo tuzib berdik. Va mana oradan 8 oy o'tib, hozirda bemorimiz to'liq gormonal davodan chiqib ketgan, tana vazni normaga qaytgan va emotsional holati ham normallashgan. Og'riqlar, bo'g'im shishlari kabi belgilar juda ham kamayib ketgan. Xo'sh, bu natijaga biz qanday erishdik? Davolash haqida gap ketganda, bemorlar tarafidan eng ko'p beriladigan savollardan biri bu gormonal davo hisoblanadi. Shuni aytib o'tish kerakki, revmatoidni artrit kasalligini gormonlar davolamaydi. Xo'sh, nega biz unda bemorga gormonal davo qo'llaymiz? Buning asosiy maqsadi revmatoidni artritni davolaydigan dorilar, ya'ni masalan metatrexat yoki lefno yoki humira, bularning ta'siri kamida bizga 4 oydan keyin bilinadi. Lekin mana shu vaqt oralig'ida, ya'ni kasallikning boshlanishidan va kasallikni dorisi ta'sir qilib olguncha 4 oy yoki 5 oy ketgan vaqt oralig'ida bemorda qaytmas o'zgarishlarni oldini olib turish maqsadida biz gormonal davo tavsiya qilamiz. Lekin mana shu holatda biz e'tibor berishimiz kerak bo'ladigan asosiy narsa bu gormonal davoning muddati hisoblanadi.
Gormonal davo odatda 6 oy va undan ortiq bo'lmasligi kerak. Eng ko'pi bilan 6 oygacha gormonal davo davom ettirilishi kerak. Bundan o'tib ketadigan bo'lsa, gormonlar teskari ta'sir qilish xususiyatiga ega bo'lib qoladi. Ya'ni bizni o'zimizni suyaklarimizni mo'rtlashtirib, osteoporoz, artroz kabi kasalliklarga sababchi bo'lishi mumkin. Davolash rejasining 3-qismi esa bu mashqlar hisoblanadi. Mashqlar orqali biz reumatoidni artrit kasalligini asoratlarini davolashimiz mumkin. Ya'ni biz dorilar bilan bu kasallikni sabablarini, bu kasallikka olib keladigan o'zgarishlar, immun tizimimizdagi o'zgarishlarni davolashimiz mumkin. Lekin kasallik bergan bo'g'imlarga bergan o'zgarishlar, ya'ni artrozlar, osteoporozlar, tog'aylarning yemirilishi kabi asoratlarni dorilar bilan davolashning imkoniyati yo'q. Biz ko'proq mashqlar qilish yordamida bo'g'imlar orasidagi yog'larni ko'paytirishimiz mumkin va bo'g'im atrofidagi paylarni mustahkamlash orqali artroz, osteoporoz kabi kasalliklarni va og'riqlarni yengishimiz mumkin. Mashqlar haqida gap ketganda, bemorlar mashqlarga juda ham e'tiborsiz bo'lishadi. Ya'ni dorilarni qanchalik to'g'ri ichsa ham, tartib bilan dorilarni ichgan holatda ham kasallikni asoratlarini davolashga juda ham qiynalishadi. Buning uchun sizga tasavvur qilishingiz uchun bir misol berishim mumkin. Masalan, siz 500-600 millionlik dorini ichayotgan bo'lsangiz, ularning ta'sirini bir tarozining bir pallasiga qo'ysangiz, har kunga yarim soat, 1 soatlik mashqlarni tarozining ikkinchi pallasiga qo'ysangiz, bular tarozining pallasida mashqlar ko'proq tosh bosadi. Ya'ni mashqlar bizni artroz, osteoporoz kabi reumatoidni artritni asoratlaridan yechadigan, xalos qiladigan asosiy narsa hisoblanadi. Xo'sh, davolanish qancha muddat davom etadi? Reumatoidni artritdan davolanish bu qisqa muddat talab qiladigan jarayon emas. Buni biz uzun bir yo'lga qiyoslashimiz mumkin. Tasavvur qiling, siz uzoq va chalkash yo'lning boshida turibsiz. Qo'lingizda esa birgina shifokor yozib bergan dorilar ro'yxati. Qanday borasiz? Qanday qilib manzilga adashmasdan borishingiz mumkin? Qaysi joyda qayrilishingiz, qaysi joyda o'tirib dam olishingiz kerak? Bu holatda faqatgina bemorni o'ziga qo'yib beriladigan bo'lsa, bu yo'lning oxiriga, ya'ni sog'lom hayotga yetib borishi juda ham qiyin. Shuning uchun ham shifokor va bemor bu yo'ldan birgalikda yurishi kerak. Qaysi joyda qayrilish kerak, qaysi joyda o'tirish kerak, qaysi joyda to'xtash kerakligini shifokor va bemor birgalikda hal qilish kerak. Shu maqsadda biz hozirda Telegramda maxsus guruh yaratdik. Bu guruhda 1,5 mingga yaqin revmatologik kasalliklar bilan kurashib kelayotgan bemorlar o'zaro muloqotda bo'lib turadi va tahlil natijalari, har xil analiz natijalari, savol-javoblar o'tkaziladi. Bu yo'lda siz yolg'iz emassiz. Biz bir jamoa bo'lib sizni bu yo'ldan olib chiqib ketishga harakat qilamiz. Asosiy maqsadimiz esa sizni yana sog'lom va faol hayotga qaytarish hisoblanadi. Xulosa qiladigan bo'lsak, reumatoid artrit bu tuzalmaydigan kasallik emas. To'g'ri rejali davo va maxsus mashqlar orqali siz sog'lom va erkin hayotga qaytishingiz mumkin. Keyingi videoda poliartrit bilan og'rigan bemorlar farzandli bo'la oladimi yoki yo'q, shu haqida gaplashamiz.